Sakana yashamoq fe'lidan yashadi degani. Yaskunu yashaydi, yashayapti. O'tgan zamon va kelasi zamonga holatiga qarab qo'yaverasizlar. Uskun yasha, ya'ni mana shu joyda yasha deb aytasiz-ku, buyrug'i. Mana shu joyda yashaysan. Ana shunda uskun deysiz. Sakanun yashamoq, yashash degan ma'noni bildiradi. Yashovchi degan, yashamoq, yashash, yashovchi degan ma'noni bildiradi. 3 ta. Yashamoq, yashovchi, yashash. Yashovchi ma'nosi ham bor. Baytun uy, buyutun uylar. Baytani bo'ladigan bo'lsa, 2 ta uy bo'ladi. Shaqqotun kvartira, shuqoqun kvartiralar. Tawaddoa tahorat olmoq fe'lidan tahorat oldi. Yatawaddau tahorat oladi, tahorat olyapti. O'tgan zamon va kelasi zamonga solishtirib gapiraverasizlar. Faqat holatiga qarab gapirasizlar. Tawaddo tahorat ol. Tawaddo buyurmansa tahorat ol. Tawadduun tahorat olmoq, tahorat oluvchi, tahorat olish degan ma'noni bildiradi. Holatga qarab, o'tgan zamon, kelasi zamon holatlariga qarab solishtirib gapiraverasizlar. Agar ushbu lug'atlarimiz ozgina bo'lsa ham sizlarga manfaat keltirgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Xudo xolasa, keyingi videoda mana shu aytgan lug'atlarimizdan kelib chiqib yangi suhbat o'tkazamiz.